Olmaliq kon-metallurgiya kombinati hududida professional muhandis-texnik xodimlarni qayta tayyorlash maqsadida Germaniyaning Aurubis kompaniyasi o'quv markazi tashkil etilgan. Kuni kecha Olmaliq shahrining mehnat faxriylari, nuroniy otaxon va onaxonlar va mahalla fuqarolar yig'ini raislari ushbu yangi muhandislik maktabida bo'lishdi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Shahar faollari zamonaviy o'quv laboratoriyalari, dastgohlar, amaliyot uchastkalaridagi o'quv jarayonini ko'zdan kechirishib, maktabda konchilik va metallurgiya sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar yanada ilg'or texnologiyalar asosida o'qitilib, ularning bilimlari keng ko'lamda boyitilib borayotganiga guvoh bo'lishdi. Undan tashqari 3-mis boyitish fabrikasi davlatimiz rahbarining alohida e'tibori va qo'llab-quvvatlashi bois shiddat bilan qad rostlagan dunyodagi eng yirik kon-metallurgiya sanoati majmualari qatoridan joy olgani, ushbu fabrikaning ishga tushirilishi esa jahon bozoridagi mis narxining o'sish tendensiyalaridan samarali foydalanishga, O'zbekiston eksport daromadlarini ko'paytirishga, mahalliy ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilishga hamda milliy iqtisodiyotda mis klasterini tizimli rivojlantirishga, undan tashqari yangi ish o'rinlari yaratilib, aholi farovonligini yanada oshirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatli ekanligi ta'kidlandi. Darhaqiqat qad tiklagan yangi fabrika nafaqat O'zbekiston Respublikasida, balki butun Markaziy Osiyodagi eng yirik mis ishlab chiqaruvchi majmuadir va u yiliga 60 million tonna ma'danni qayta ishlab, 900 ming tonnaga yaqin mis konsentratini ishlab chiqarish quvvatiga ega. Bugungi mana shu ekskursiyamizdan maqsad shahrimizdagi gigant ishlab chiqarish korxona zavodlarida, fabrikalarda yangi yaratilayotgan ish o'rinlari, yangi yaratilayotgan qulayliklarni ommaga tanishtirish. Amin bo'ldim, shahrimizdagi shu injenerlar tomonidan juda ham zo'r loyihalar amalga oshirilibdi. Qulayliklar juda ham katta. Fuqarolarimiz chet eldan yoki boshqa joydan ish izlash shart emas ekan. Agar bu zavod holi to'lig'icha hammasi ishga tushsa, bu yerga ishchi yetkazib berish ham qiyin. Nuroniylar va mahalla raislari belgilangan hududlarga daraxt nihollarini ekib, yashil bog' yaratishga o'z ulushlarini qo'shdilar. Kombinatda amalga oshirilayotgan asr bunyodkorligini o'z ko'zlari bilan ko'rishgan mehnat faxriylari, otaxon va onaxonlar, mahalla raislari o'z hayrat va taajjublarini yashirmadilar.